أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي O'ylab baqaylik qarindoshlar, mushu koinotni o'z o'qida mushu mukammal shaklda aylantirib turuvchi kim? Mushundoq inchik shaklda aylantirib turuvchi kim? Mushu koinotda ajaba mushu koinot o'ziningki orbitasidan o'zi aylanayotgan shu o'z o'qidan chiqib ketib qolsa, mushu koinotda uni o'z o'rniga qaytarib qo'ya oladigan bir kuch bormi qarindoshlar? Mumkin emas. Hech bir kuch, hech qanday bir maxluqning butkul dunyo ahli birlashsa ham uni qaytara olmaydi. Şuna Allah subhanahu wa ta'ala çünkü okudan çıkıp ketken hemen başka nurgun bir tartış gücü deyilgan narsa var. Başka planeta derhal onu tatip yutuydu. Öz okudan çıkıp ketken hemen. Allah şunun için deydi ki innallaha yumsikus semawati vel arda en tezula ve la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi innehu kana haliman gafura. Şeksiz ki Allah subhanahu ve ta'ala asmallarını ve ziminni entezula bu zail bob ketişinden tutup durdu dedi Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Bunu tutup durdu, çüşüp ketişinden tutup durdu Allah subhanahu wa ta'ala. İmsak bilen tutup durdu. Eğer ular çüşüp kesse ve la inzalata ularını Allah'tan kiyin Allah onu kuvvet düşürüp etkenden kiyin onundan kiyin hiçbir ahad, hiçbir mahluk onu to'xtatib qolmaydi, onu to'xtatib turolmaydi. Allah hakikaten halim, hakikaten halimdir. Yani günahkar bandalarni, kafirlarni azobga tegishlik bo'lsa-mu, ularni jazolashga aldirib ketmaydi. Nihoyat mag'firat qiluvchidir Allah subhanahu taala. Yani yuqoridagi oyatda degandek Allah bu koinotni o'z o'qida shu mengishini boshqarib turib shunda tutib turuvchi. O'ylab baqaylar, bir poyez o'zining relisidan chiqib ketib qolsa, bir kichik buvoq bola yoki bir cho'mula yoki bir kichikkina bir chivin acaba shu poyezni o'z relisiga qaytarib qo'yish imkoniyati bormi? Mumkin emas qarindoshlar. Biz koinotning oldida bir cho'mulchaqlik narsa emas biz. Bu koinotning cho'ngligida onun öz okuda mengavatkan biz o çümül nasıl o poyezden çümülden selektirip kavatımız bir yerde. Yani özümüzden kancık mahluk ekanligimizni bilish uchun. Biz onun demek için qarindoshlar. Wala inzalata in amsakahuma min ahadin min ba'dihi. Agar tushib ketsa Allohdan boshqa hech kim uni tutib turolmaydi, to'xtatib turolmaydi uni. Mushu ziminni o'ylab baqaylar, bu ziminni har sekund 30 kilometr tezlik bilan mangdigan, sayr qiladigan qilgan kim? Va bu ziminni o'z o'qida soatiga 1600 kilometr tezlikda aylanadigan qilgan kim? O'z o'qida. Kim bu hajmda qilgan, mushu ziminni mushu hajmda qilgan kim? Uning kendinden bu zimin bilan o'ttirmizda quyosh bilan bo'lgan o'ttir orliqimizdagi musofa, quyosh bilan bu orliqimizdagi shu musofani shu qadar inchga o'lchagan kim? Shu agar qilchilik oldi bo'lib yaqin bo'lib ketsa-chi quyoshga qaysa holat hamma narsa kul bo'lib ketgan bo'ladi. Qilchilik yiroq bo'lib qolgan bo'lsa uchun hamma narsa to'nglab qolgan bo'ladi. Kim buning egasi? Albatta al-Malik, podshoh bo'lgan, hammaning egasi bo'lgan Alloh subhanahu va taoladir qarindoshlar. كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي